O'zbekistonda bu apparat sanoqli, vodiyda yagona. Eng zamonaviy apparat Clarity 2 Lutronic kompaniyasidan bizning klinikamizdan xursandman. Chunki bu apparat ancha muammolarni yechim qilib bera oladi. Aleksandrit lazeri mavjud bu apparatda. Ham neodim lazeri mavjud. Aleksandrit lazer nojo'ya tuklarda xalos bo'lish uchun yordam beradi. Neodim lazer esa sosudlar bilan ishlaydi. Sosudlarga erazatsiya, kuperoz, teleangektaziyalarga neodim lazeri bu apparatning ichida mavjud bo'ladi. Lazer yoshartiruvchi muolajani ko'rsatadi. Bu apparat eng zamonaviy dunyo bo'yicha apparat hisoblanadi. O'zbekistonda bu apparat sanoqli, vodiyda yagona. Agarda sizda rozatsiya, kuperoz yoki ortiqcha tuklardan xalos bo'lishni xohlasangiz, direktdan yozing, biz sizga xavfsiz va qulay yechim topib beramiz.